Hozir shu yuqumli kasallik sababidan bo'lgan gal og'riqqa qanday ulashni ko'rsatib qo'ya ko'pchilik. Birinchisi shu qizlo'ngash, andan keyin kanay, yutqunchoq, miyada bo'ladi. Shularning hammasini ulaymiz. Ulganda cho'ng barmoq bilan ikkinchi barmoqning o'ttirisida bir arashiya bo'ladi. Ashani yo'nalishi barmoq tarafga, tapan tarafdan barmoq tarafga. Mishani ching besib ulaysiz. Surib, besib, ishtirib. Bundan keyin shu cho'ng barmoqning tapan bilan tutashgan yerida mishani ikki nuqtada nayt og'irgan nuqtani topamiz. Topgandan keyin mishani uvilsaq bo'ldi, ikki barmoq bilan ikki tal chekitdek o'rnida. Mishani uvilgandan keyin shu og'riq biza pasaygan chaqda galning og'rig'ining foydasi bo'ldi. Bundan boshqa yana bakrak tezroq o'lim ko'rilsak, o'pkaning inkas rayoni bundaqsa ulaymiz. Andan bu kanaychining o'rnini ostidan ustiga, ya'ni o'ttirki barmoqqa o'pkadan chiqqan shundaq besib ishtirib ulash qilsak bo'ldi. Ikki qo'l bilan ulsangiz bo'ldi bundaqsiga. Shu 4 o'rinni ulasangiz kanay shu gal og'riqlarga tez unum berdi.